Hindlardan to'ygan Rossiya endi afg'onlarni olib kelish uchun shartnomalar imzolamoqda. Rossiya Afg'onistondan migrantlar jalb qilmoqchi. Uzoqni o'ylamasdan hindlarda gupa atgan rossiyaliklar qattiq afsusda. На улицах Санкт-Петербурга появились дворники из Индии. Ammo fikridan qaytgani yo'q. Endi ular o'rniga afg'onlarni olib kelib, o'zbek va qirg'iz tojiklarni o'rniga qo'yib ishlatmoqda. Россия продолжает искать рабочих за пределами привычных стран. Теперь в списке потенциальных трудовых мигрантов Афганистан. Reydlar haqiqatan ham kuchaymoqda. Hamma yerda reyd, bank shotlar bloklanmoqda, aeroportlar, hattoki metrolar ham nazorat ostiga tushgan. Borib o'tirmanglar musofirlar, agar sizlar eski patentinglarni kuydirib qo'yib yoki 3 oy 4 oy ishlab. Aziz yurtdoshlar, albatta Rossiyada ishlab yurgan vatandoshlarimiz bor yoki endi bormoqchi bo'lganlar bor. Malol kelmasa ikki og'iz fikringizni kommentariyaga yozasiz degan umiddaman va musofirlarimiz uchun, o'zbeklarimiz uchun ayamasdan bitta dona like bosib qo'yasiz degan umidda videoni boshlaymiz. So'p insonsizlar, buni hech qachon unutmang. Bir insonning iltimosini bajarish bu bir savobdir. Xo'p, aziz yurtdoshlar, albatta kanalda mehmonlar, malol kelmasa obuna bo'lib qo'ying. Rossiyadagi holatni menimcha juda yaxshi bilasizlar, chunki internet tarmog'ida aynan bular haqidagi videolar to'lib ketgan. Hindlar u qildi, hindlar bu qildi va hindlardan ruslarning o'zlari ham noroziligini menimcha hamma yaxshi biladi. Ammo rus hukumatı bunun bilan chegaralangani yo'q. Qaytanga hindlar o'rniga o'zbek va tojiklarni qaytarish o'rniga yoki ularga ruxsat, ularga yengillik berish o'rniga afg'onlarni olib kelmoqda. Kelinglar videolarni tomosha qilamiz. Rossiya migrantlarga uyiga pul yuborishga taqiq qo'ymoqchi. Garant.ru nashriga ko'ra, Davlat Dumasi deputatlari xorijiy fuqarolarning rasmiy taqiqlangan maoshidan ortiq miqdorda xalqaro pul o'tkazmalarini amalga oshirishni taqiqlashini nazarda tutuvchi qonun loyihasini tayyorlagan. Rossiyaga ishlash uchun borgan mehnat migrantlarning oylik maoshidan ortiq miqdordagi pulni vataniga o'tkazishni taqiqlovchi qonun loyihasi Davlat Dumasiga ko'rib chiqish uchun kiritilgan. Qonun loyihasining qabul qilinishi manbasi tasdiqlanmagan mablag'larni xorijga o'tkazishga yo'l qo'ymaydi. Shuningdek, asosli shubhalarni keltirib chiqaradigan operatsiyalarni blokirovka qilish imkoniyatini beradi. Eslatib o'tamiz, bundan avvalroq Davlat Dumasi deputatlari mehnat muhojirlarining oila a'zolarining Rossiyaga kelishlarini cheklash taklifini kiritgan edi. Rossiyaga borib o'tirmanglar musofirlar, agar sizlar eski patentinglarni kuydirib qo'yib yoki 3 oy 4 oy ishlab patent kuydirib uyga ketgan bo'lsanglar, 2 oydan keyin yana qaytib borib yana patent olib ishlayman deydigan bo'lsanglar, bormay qo'yaveringlar, sizlar baribir patent ola olmaysizlar. Agar bu gapimga ishonmaydigan bo'lsanglar, bemalol kommentariyaga shu ahvolga tushgan odamlar kommentariyaga yozib qoldiringlar. Sizlar bitta patent oldinglar, bu patent annulyuron qilib qo'yib turib uyga ketadigan bo'lsanglar, yana 1 yil davomida sizlarga jazo, patent ola olmaysizlar. Sabablari juda ham ko'p. Patent annulyuron bo'lgandan keyin sizlarga отказ qog'oz bilan sizlarni qaytarib yuboradi. Biletga tushasizlar va patentni borib topshirib, juda ham katta rasodga tushasizlar. Shuning uchun sizni oldini olish, bormaslik bu videosini qilyapman. Harakat qilinglar, patentinglarni kuydirmasdan hammasini to'lab, masalan 2-3 oy qolganda hamma kuydirib ketaveradi, ya'ni shuning uchun harakat qilinglar bunday qilib ketmaslikka. Rossiya Afg'onistondan migrantlar jalb qilmoqchi. Moskva va Kobul Afg'onistondan mehnat migrantlarini jalb etish bo'yicha muzokaralar olib bormoqda. Bu haqda TASS agentligi yozdi. Unda aytilishicha, Afg'oniston yosh aholiga ega va ishchi kuchi yetishmayotgan davlatlarga malakali kadrlarni yo'naltirishdan manfaatdor. Rossiya hukumati 2024-yil oxirida mamlakatda 1,5 milliondan ortiq malakali kadr yetishmasligini ma'lum qilgan. Eng katta ehtiyoj qurilish, transport va kommunal sohalarida qayd etilgan.